Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan intervyu hayot. Bugungi intervyumiz Namangan viloyat Muay Thai federatsiyasining raisi boshchiligidagi Namangan viloyat Muay Thai trenerlarining yig'ilishiga kelganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana prezidentimizga ham rahmat, sportsmenlarga shuncha sharoit beryaptilar. Namangan viloyat Muay Thai 2026 respublikada komandalar orasida birinchi o'ringa chiqishiga o'zimiz qattiq mehnat qilib, Alloh shundan buyursin. Allohga rahmat. Assalomu alaykum Husnur aka. Va alaykum assalom. Aka, sizni ko'pchilik tanimaydi, lekin sizni tarbiyalab katta qilgan sportchilaringizni butun dunyo taniydi. O'shanga o'zingizni tanishtirib o'tsangiz aka. Avvalambor assalomu alaykum. Men Obidov Husniddin. Shu Chortoq Muay Thai sport turi murabbiysi edim. Hozirgi kunda esa shu Namangan Muay Thai assotsiatsiyasi главный treneri vazifasida ishlab kelmoqdaman. Aka, eng mashhur sportchilaringizdan kim bilan aka? Kim misol o'zimdagimi yo umumiy? Ya, o'zingiz tarbiyalab chiqargan, O'zim tarbiyalab chiqargan shogirdlarimdan shu xalqaro natijalar qayd etgan shogirdlarim juda ham ko'p. Baribir ko'pchilikdan edi. Shu birinchi bo'lib xalqaro musobaqalarga nafaqat men shogirdim, balki shu Namangan viloyatidan Muay Thai bo'yicha xalqaro musobaqalarga chiqqan Naimjon To'xtaboyev bor. Undan so'ng Qobul To'laboyev, Dilshod Mo'minov, Rahimboy Boltaboyev, Ziyodulla Qurbonov. Bu kelaveradi shu mana hozir Zulfiqor Yoqubjonov bor. Undan keyin yosh umidli yaxshi chiqib ketgan shogirdim Azizbek Oripov bor. Va uning orqasidan ham yaxshi shogirdlarim yetishib chiqib kelmoqda. Xudo xolisa dunyo arenalarini zabt etadi. Bunga ishonaman. aka, hozirgi kunda trenirovkalarni qaysi joyda olib boryapsiz? Ko'pchilik hozir sizni qayerda mashg'ulotga olib borganingizni bilmaydi. O'shanga ham obunachilarimizga aytib ketsangiz. Biz hozirgi kunda o'zim shu viloyat bosh murabbiyi etilgandan keyin biroz band bo'ldim. O'zimni yana bir ikki ishlarim bilan kichik tanaffus oldik. Yana hozirgi kunda shu sport zaliga qaytdik. Hozirgi kunda shu Muchun Neftchi stadioni ichidagi shu bolalar o'smirlar sport maktabining ichidagi yangi qurib bitkazilgan zalimizda foydalanishni boshladik. Yerda barcha sharoitlar bor. Men bitta narsani reja qilyaptik. Hozir shu ustida ish olib boryaptik. Tez kunlarda Chortoq tuman juda rivojlangan tuman. Buni barcha biladi. Hozirgi kunda Chortoqda bo'layotgan yangiliklar bu hammaga sir emas. Juda katta yangiliklar bo'lyapti. Shu qatori biz ham tez kunda shu Chortoqqa markazga barcha sharoitlarga ega hozirgi kundagi eng zamonaviy zal qilish harakatdamiz. Tez kunlarda buni ishga tushiramiz. Hozir Narimon aka, prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz yoshlarga shu Muay Thai yo'nalishi bo'yicha ham yaxshi ipor qaratyaptilar. Yoshlarga nima maslahat berasiz endi? Xo'sh, avvalambor shu taqdim o'tganingizdek prezidentimizga ming rahmat, chunki bizim Muay Thai sport turiga ham ancha e'tibor yaxshi qaratilib, xo'sh, yoshlar olimpiadasi, Osiyo chempionatlariga, Osiyo o'yinlariga qo'shildi. Xudo xolasa mana 2028 ga xo'sh, olimpiadaga qo'shilib qolsak, yanada bizga eng katta yutug'imiz bo'lardi. Shu har bir yoshlarga aytardik, ko'cha-ko'yda befoyda yurgandan ko'ra sport bilan shug'ullanib, el-yurtga foydasi tegadigan yaxshi bir inson bo'lib yetishib chiqsa. Rahmat katta sizga. Javon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muay Thai bo'yicha necha yildan beri trenerlik qilib kelasiz? Muay Thai bo'yicha 16 yildan beri murabbiyman. Shu mobaynida bir necha O'zbekiston chempionlari chiqardik. Respublikada milliy to'g'ri hakamman, ya'ni bosh hakamman. Avvalo, muhtaram prezidentimizga ming rahmat. Shunchalik yoshlarga bugungi kunda sportga juda katta e'tibor berdi mamlakatimizda. Chekka-chekka qishloqlarda, tumanlarda bu yig'ilishimizdan ham maqsad shu chekka-chekka tumanlarda ham Muay Thai sportini rivojlantirish, yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, har xil tadbirlarga jalb qilish,
eng avvalo jinoyatchilikni oldini olish maqsadlarida yig'ilishlar o'tkazib, barcha murabbiylar bilan shu mobaynida keng targ'ibot o'tkazdik. Keng suhbatlashdik. Har bitta murabbiyga vazifa qo'yildi. Birinchi navbatda mana shu o'tgan 2025-yilda sarhisobi, ya'ni biz shu Namangan viloyatimizda barcha sportchilardan chiqqan jahon chempionlari, Osiyo chempionlari, mana Islom birdamligi o'yinlari g'oliblari ashlar haqida suhbatlashildi va taqdirlandi. Keyingi masalamiz mana shu 2026-yilda bo'ladigan ham musobaqalarimiz oldi suhbatlarni o'tkazdik. Xudo xolisa rejalarimiz katta. Muay Thai bo'yicha. Ahror aka, 2025-yilda nima narsalarga erishdinglar? 2026-yilda oldinglarga nima maqsad qo'ydinglar? Hop, biz 2025da Muay Thai bo'yicha to'p-o'yin 3 talikda bo'ldi, xudo xolisa. Bu komanda Namangan komandamiz to'p-o'yin 3 talikga doimo kirdi. Xudo xolisa 2026-yil endi birga chiqish niyatimiz bor. Buning uchun amalda bo'ladigan ishlarni gaplashib oldik hozir, xudo xolisa. Amalda ko'rsatamiz, xudo xolisa. Hop, bugungi yig'ilishda birinchi o'rinda 2025-yilgi sarhisoblarni gaplashdik. Bo'lib o'tgan natijalar, undagi yutuqlar, xatolar, kamchiliklar hammasini muhokama qilib, murabbiylar bilan, rahbariyat bilan gaplashib oldik. Undan tashqari 2026-yilda qilinadigan ishlar, rejalar, har bir murabbiy, har bir federatsiyadagi ishlaydigan xodimni qiladigan vazifalari yana bir marta muhokamaga qo'yilib, hammasini oydinlashtirib, gaplashib bo'lishib oldi. Shu yilda nima maqsadlar qo'ydinglar oldinglarga? Bu yil ko'p maqsad qo'ydi. Bu yil xudo xolisa jahon chempionatini zo'r natija bilan tugatishni ham, yoshlarda ham, kattalarda ham, o'smirlarda ham xudo xolisa kelgusida keyingi yillarda bo'ladigan Osiyo o'yinlariga, yoshlarnikiga ham, kattalarnikiga ham puxta tayyorgarliklarni ko'rib, o'sha musobaqalarda bo'ladigan natijalarni, fundamentlarini qurish haqida gaplashmadi. Rahmat.